Ana obunachilarim bilishadi, servisga qanaqa qattim qarashimni, keyin katyolga qanaqa kafolat berishimni. Bugun sizlarga importni katyolni xuddi shunaqa men beradigan garantiyadagi beradiganni topib qo'ydim. Bu ko'rib turganingizdek ekspert katyollari bo'ladi, Xitoyda ishlab chiqariladi. 15 kilovatdan 50 kilovatgacha mana shunaqa nastenniy stilda ishlangan. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekspertga bemalol murojaat qilsanglar, sizlar kutgan natijani beradigan, keyin eng past gazda ishlaydigan katyollarni xarid qilishingiz mumkin kelib. Bu yerda kondensatsionniy deysizlarmi, yo bo'lmasa atmosferniy deysizlarmi, xohlagan turdagi katyollarni xarid qilishingiz mumkin. Eng qizig'i 1 yil kafolatga ega, 1 yil ichida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, 100% hamma xarajat servisni bo'ynida. Xoh plata ketib qoladi, yo bo'lmasa nasos ketib qoladimi, teploobmennik ketib qoladimi, ulitkasi ketib qoladimi, mutlaqo qizig'i yo'q. 1 yil ichida bu narsasi bo'ladigan bo'lsa, 100% hamma xarajat mana shu tashkilotning bo'ynida bo'ladi. Agar sizlarga mana shunaqa kafolatli, sifatli katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilib, bog'lanib xaridinglarni amalga oshirishingiz mumkin. Faqat like va podpiskani esdan chiqarmanglar.